10 yil oldingi qarashlaringiz, fikrlaringiz bilan hozirgi meningizni solishtirib ko'rganmisiz? Bugun men shu savolni o'zimga berib ko'rdim. Bugun nimalar o'zgardi? 19 yoshimdagi xayollarim, orzularim bugungi kunimga ko'chib o'tgandek go'yo. Balkim hammasi men o'ylaganimday emas. Balkim undan-da go'zal desam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Oldinlari men o'zimni kech qolayotgandek qalbimda g'alayon jo'sh urardi. Bugun tushunib yetdimki, men kech qolmadim. Men har doim kerakli vaqtda, kerakli joydaman. To'g'ri, 24 yoshimda oila qurdim. 25 yoshimda farzandli bo'ldim. To'g'ri, to'yimiz eng nufuzli restoranda bo'lmagandir. To'g'ri, eng oldi, eng qimmat sarpolarni kiymagandirman. Balkim oddiygina uy bekasidirman. To'g'ri, turmush o'rtog'im ham oddiygina bir insondir. Lekin u boshqalar uchun oddiy inson. Men uchun esa u butun bir olam. Men bir narsani anglab yetdim. Bugungi kunda erishganlarim bu hammasi mening ezgu niyatlarim va yaxshi insonlarga, baxtli insonlarga hasad emas, balkim havas ko'zlari bilan boqqanim deb tushundim. Shu narsani hammaga yetkazishni xohlardim. Inson chin qalbdan havas qilsa, u albatta o'ylaganlariga erishadi. Shak shubhasiz. Bu mening hayotiy tajribam. Bugun men havas qilgan barcha narsalarimga asta-sekinlik bilan erishyapman. Kelajakda esa ishonamanki, Alloh meni orzularimdan-da ziyodasi bilan siylaydi. Har kunim, har onim uchun Allohimga behisob shukrlar bo'lsin.